bir kuni uyimda prosta tak o'tirsam, YouTube'dan ketganim esimga tushib qoldi. Undan keyin men o'ylanib qoldim-da va yana qaytishga qaror qildim. Salom do'stlar, sizlar bilan men Falsafa va men yana YouTube'ga qaytdim. Xudo xohlasa tez-tez videolar chiqib turadi. Nega videolar chiqmay qo'ydi va kanalim nega chang bosib ketdi? Hammasiga sabab bu va bular shular. Men hammasidan kechgan holda yana YouTube'ga qaytishga qaror qildim. Shuning uchun bugundan YouTube'ga qaytdim. Bu 65 nimaga? Bu 65 da obunachi. Men buni ko'paytirish uchun yana videolar chiqaraman. Sizlar esa prosta tak obuna bo'lsanglar bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.